qo'yilgan, bu bekiladi. Padachidagi bu zatorimiz bekilsa, polniy sistema o'chadi. Motoriga kechasida ishgal bo'lib buziladigan bo'lsa yoki zarur paytda buzilib qolsa, kranni yopadi ikki oyonini. Bu yerdan ochiladi. Amerikanki motorni yangilab alishtirib qo'yadi. Unga kechasi yorilib ketishi mumkin. Ash paytda ikki oy kranni bekitasiladi. Unga bu yerda hozir ko'rasizlar, zangi suv tushadi. Mana santimetrda termizlarni qochirib ketgan narx-navolar shu 3,5 soatga katta yo'l xizmat hamma yo'q bilan ko'p yerda 4-eng pastki qator yaxshi ishlamay qoladi. Assalomu alaykum, qadrli katta yo'l xalq kuzatuvchilari. Mana biz navbatdagi patkilish ishimizni topshirish arafasidamiz inshaalloh. Namangan viloyati Mo'g'ulin tumani Haqloboddamiz. Bu yerda 3,5 soatlik issiqxonamiz va 5 soatga moslashgan katta yo'limizni polniy patkilish dastlabki ustunovchilari bilan o'zimiz topshiriq berganmiz. Hozir bir-sekindan tushuntirib o'tamiz. Asosiy ishni bu yoqdan boshlaymiz akalar. Katta yo'limizga ulanishi ko'rib turibsizlar. Bu yoqda zator. Bunga toshga qo'yib ketganmiz. Ana padachida ham bor, hozir o'tamiz. Uy bu yerga akam 2-3 xona uy solaman deyapti. Keyinchalik uyda ulab oladigan qilganmiz, qo'yib ketganmiz. Bemalol uy ishlaganda parnini o'chirib qo'yish uchun moslab qo'ygan. Sonra bu zator qo'yilgan, bu bekiladi. Padachidagi bu zatorimiz bekilsa, polniy sistema o'chadi, katta yo'lga xalaqit bermaydi-da, ikki oy kranni ochadi. Faqat uyda o'zi ishlayveradi. Bunga sabab, misol parnida ko'pchilik fevral, yanvar oylarida yoqadi. Uyda kuzdan уже isitishni boshlaydi. Issiqlik bermasangiz uylarga bo'lmaydi. Shuning uchun atdelniy uyda parnida alohida bir-biriga xalaqit bermaydigan qilib ishlaydigan qilganmiz. Mana bunisi padachiga ko'rib turibsizlar. Hozir bekitib turib, keyin oq paletilinda ulab ketaveradi. Mana abratkasi ko'rayotgan bo'lsanglar, asosiy abratkamiz 76 da kelgan. Bu zatorimizdan keyin 100 lik qilib qo'yganmiz. 100 likda to'planib katta yo'lga o'tib ketaveradi. Xo'p, endi katta yo'lga ulanishiga kelsak, o'rtaga bitta zator 76 lik, tepaga nasos. Через nasos bu. Bunimiz programa svet yo'qsa bu zator ochiladigan bo'lsa, samoxodga bemalol qiylanmay ishlayveradi. Buni ochib qo'yiladi. Sistemamiz samoxodga ishlayveradi. Svet kelganda buni bekitiladi. Mana ikki oy motorni qo'shib turib, ikki oy yonday kranni ochadigan bo'lsa, motor ishlaydi, через motor. Через motor bo'lgani yaxshi, samoxoddan ko'ra tezroq issiqlik beradi. Bunga kranni qo'yganimiz, ikkita kranni qo'yilgan. Motoriga kechasida ishgal bo'lib buziladigan bo'lsa yoki zarur paytda buzilib qolsa, kranni yopadi ikki oyonini. Bu yerdan ochiladi. Amerikanki motorni yangilab alishtirib qo'yadi. Ungacha samoxod ishlab turaveradi. Xudo xolasa sekin-sekin o'qitlar oshyapti. Mayda detallargacha e'tibor berib, katta yo'limiz 5 soatga moslashgan, polniy 4 lista qilingan padachik kirasa qo'yib ketganmiz. Ikkita eshigimiz suvli bo'lgan. Xo'p, katta yo'limiz o'ziga 170-180 kilo ko'mir oladi. 5 soat issiqxonaga 170-180 kiloni 12 soatdan 24 soatgacha yog' beradi. Albatta, ichkarni tublitiga, turbalarga, tashqari sog'larga qarab 3 soatga, 5 soatga, 4 soatga shundan qo'ysangiz bemalol bo'laveradi zapasi bilan. Bu yerga uy borligi uchun 5 soatlik to'lab berganmiz. Katta yo'limiz texnikalarni bir yo'l katta yo'l tushuntirib o'tamiz. Tepadan tutasizlar, tepadan yonib bunaqasiga 4 ta kitobda aylanib chiqib ketadi. Kitoblar orasida turbalar bor, o'txonaning tepasida turbalar bor. Tepadagi graduslar qo'yilgan, motorni o'chirib yoqiladi, chinangalari. Hop, bu yerga kranni qo'yib o'tganmiz. Ko'p bunaqa holat bo'lib qoldi. Buni ishlanganiga 1 yildan oshiq ishlatib bo'lmaydi. O'da sulchani vaziyatda kechasi yorilib ketishi mumkin. Ash paytda 2 oy kranni bekitasiladi. Katta yo'lda ishlatib, kunduzgi o'tosanglar bo'laveradi. Kunduzda keyin ishlangan alishtirib, demoqchi bo'lganim ishlangan yorilib ketsa, polniy sistemani suvini to'kish shart bo'lmaydi. Shu orqali ishlatsa bo'laveradi. Mana padach aytganimda o'chiradigan qilganmiz. Uyda ishlatayotganda buni o'chirib qo'yadi ikkovini. Bemalol uy ishlab beraveradi. Hozircha shu sistemaga o'tadigan bo'lsak, mana rashidlarni borib qo'yganmiz katta yo'l oldiga. Paletilen boshqalarda qo'yamiz, temir emas, chunki bu yerda suv postoyanno to'xtab turadi. Temir olsa ancha zang yig'ishi mumkin, suv ozarganda zang ketadi, ichiga axlat musorlar ketib qolishi mumkin. Bu yerda suv to'xtab turgani uchun bu yerga doim plastmassa qo'yishga harakat qilamiz imkon qadar. Mana katta yo'ldan 76 ligimiz chiqyapti, ikki yoniga talqiyapti-da. 4 qatordan bo'lgan bu chekkaga aylanib 4 qator ketyapti. Bu yoqdan ham 4 qator aylanib ketyapti. O'rtada 3 qator bitta abrat 76 qaytib kelyapti. Yerda ko'rib turibsizlar, nariyoq 50 sm yerimizni kullanib bor ekan. Shunga bunaqa sistema qilishga majbur bo'ldik. Bu yerda mana 76 da keladi. 76 100 lik olyapmiz. To'ttalik hisobiga 100 likdan 76 dan 100 ga tushib turib, 100 likda turib haydayapti. O'zimizcha endi yangilik qildik. Mana buni qo'yib qo'ydik. Ancha-muncha bu yerda hozir ko'rasizlar, zangi suv tushadi.
Bu yerga musor yig'adi rosa filtr hisobida. Endi o'zimizcha sirkulyatsiya bo'lganda ancha-muncha katta filtrlamashiga tushadi, motoriga yetib olmaydi. Ora-churada ochib tursa tushib ketaveradi. Ikki tomon suv to'ldirishda foydalanib, ikki tomoniga ham qo'yib qo'yganmiz. Foydasi shu, mana shuga zanglar tushirsa, ochib tursa, zanglar tushirib yuboraveradi. Yonlarini ham mana termizlarini hisobini olib, turbalarni ikki yonidan qochirib, mana 20 sm da termizlarni qochirib, turbalarini qilib berganmiz. Ertaga termizga umuman muammo qilmaydi, xudo xolasa. Bu boshlarni videoda uzmay olishga harakat qilamiz. Mana bu padachi o'rtaga 3 qator berganmiz. 76 lik dab kelyapmiz-da, qisib 57 qilib turib 57 ni 3 da haydayapmiz. Bu yerda qisganimizda foydasi metraj oz. 3 da bor bilan prama obratga yo'lingani uchun iloj boricha metr ozligi uchun qisishga harakat qilganmiz. Mana bu chekalari ham hamma yo'q hisob olingan. Endi u boshda bo'lgan ishlar. Xudo xolasa bu yerga общий 420 metr 57 lik turba ishlatildi. Ketgan narx-navolar shu 3,5 soatga katta yo'l xizmat hamma yo'q bilan tepada chiqarib qo'yamiz. 30 millionga yaqin pul ketdi. Hamma yo'q bitishi, uyda hisoblamaganda. Shu holatiga kelish. Mana ko'rib turibsizlar, bu yoqdan 4 qator keldi. Bu yoqdan ham 4 qator kelyapti. Buni 3 tasini mana 76 ga olyapmiz. 57 76 stakan qilib 3 ta qilinganda 100 likka urilgan. Bu cheka 4 top ketgani uchun metraj ko'pligi uchun buni alohida 4-chisini urganmiz. Bilsanglar hammasi ko'p yerda 4-chi eng pastki qator yaxshi ishlamay qoladi. Sekinroq istaydi. Shuni hisobidan bunga alohida urib qo'ydik. Imkon qadar bular bilan bir xil ishlash uchun mana. O'rtani 100 lik kollektor qilib olganmiz. Ikki tomonnikini qo'shatda bitta 76 lik tortib katta yo'lga olib qochaveradi. Borib katta yo'lga uriladi. Shunga nasoslar to'lab qo'ygan, nas sirkulyatsiyasi bir xilda bo'laveradi. Endi bu o'zimiz uchun endi o'zimiz bilganlarimiz amalda qo'lladi. Xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'ladi deb o'ylayapmiz. Lekin hozircha ana yoqib ko'rdik, samoxotga ham, motor sistemaga ham bir xilda cho'kki ishlab berdi. Bizni ko'nglimiz to'ldi. Aka ham xursand, xudo xolasa. Mana bu chekalarni ham kaypalojni hamma yo'g'ini termizlarni hisobini olib, u yoqda ham, bu yoqlarni ham hamma yo'g'ini termizlarni hisobini olib, mayda shunday detallarigacha e'tibor berib inshaalloh qildik. Ko'rib turibsizlar, buni 57 qilganimiz ham sababi bor. Aytganimdek, bu yoq 3 qatorlik uchun 57 da suv qisiribroq yursa, o'rta qisasa bizga yaxshi. Mana bu yoqlari 4 qator. Mana motoblok haydagan, motoblokga turibdi. Buni eng katta plus motoblok yurgan olsa, endi o'rtadan pushtadan agar tashlasa yaxshi deyishyapti. Akalar motoblokka qiyin bo'lib ketadi. Ko'tarib har bir pushtadan ko'tarib olishga to'g'ri keladi. Undan beg'alo shuni postillar ham isib bera oladi, aytgan gradusda ola oladi. Endi bitta plus, bitta minusi bor deganda pushtadan tashlaganda plusi bor. Issiqlikni bag'riga tez beradi, lekin yerga ishlovga rosa qiyin bo'ladi. Hozircha shu. Endi bunga o'zgartirish qilganimiz, aytganimdek yer bu yoq 50 sm past ekan, nariyoq baland ekan. O'zi aslida mana 4 qatorni bittasini padachi, 3 tasida obratga hisobda ishlatardik. Yer balandlik, nariyoq balandlik hisobiga katta yo'l baland tomonga qo'yilgan hisobiga endi iloji yo'q. Bu yoqqa to'g'ri teng olib keldikda bitta 76 lik katta obratga qilib katta yo'lga olib ketganmiz. Ko'ryapsizlar, shuning uchun yerdan baland olib ketgan. Imkon qadar minimum hisobda turbani tushirishga harakat qilib shu holatga olib keldik, qo'ldan kelgancha. Kimda qanaqa savollar bo'lsa akalar, bemalol kommentariyaga yozishinglar mumkin. Ochiq Telegram eshigimizni qo'yib qo'yamiz, murojaat qila olasizlar akalar. Xizmatlarimiz, atableniya xizmatimiz o'zimiz, men shaxsan o'zim chiqadigan bo'lsam vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsataveramiz. Qancha yer bo'lishidan qat'iy nazar xizmat ko'rsataveramiz kelishgan holatda. Borib, o'lchab, netib, parnigilar bo'lsa qiziqsanglar, Telegramdan razmerlarini olib yozib yuborsanglar ham bemalol hisob kitobini qilib aytib berishimiz mumkin. Bemalol behijolat telefon qila olasizlar, xizmatdamiz akalar. Katta yo'llarimizni butun O'zbekiston bo'ylab dastlabkasiga ichida yetkazib beramiz. Hop, bizni kuzatishda davom etinglar, bizdan uzoqlashmanglar. Katta yo'l xavfsiz xizmatda.